Nursulton, sen to'polon qilma bolam. Sen meni katta bolamsan. Senga eng oxiridan beraman. Ilyos, sen o'rtanchisan, sen indamasdan o'rtada yashayverasan. Ana u eng kichigini bilasan, cho'g'ala eshmata, u eshmatga yo'lda bo'ydan bermasam to'polon qiladi-da, deb turib aka-ukalar ro'parasa 10 so'tlik chekimiz sotuvga chiqyapti. Mashalloh. Mana bu chekimiz juda ham havas qiladigan chekimiz sotuvga chiqaryapmiz. Tayyor gilos bog' o'zlarini uyi katta bo'lganligi uchun mana shu chekiga uy solib yashashmagan ekan. Dokumentlarda problemasi yo'q. Tayyor haligi tom joy bag'itidagi chekimiz sotuvga chiqyapti. Aka-ukalar 4 burchak, kattaligi ham juda ham qulay, bemalol 2 ta 3 taga bo'lib olsangiz bo'ladigan holatdagi chekimiz sotuvga chiqyapti. Uka, mana bu giloslarimizni maqtab o'tmasangiz bo'lmaydi. Bu giloslarimizni o'zidan kamida 1 yilda 400 ming, 500 ming so'mlik hosil olsa bo'ladigan katta daraxtlarimiz bor. O'zi biz shunaqa hosil olyapmiz. Suvni bo'yida, bu chekda teva tarafida ham katta ariq o'tgan, mana bu past tarafida ham ariq o'tgan. Suv, svet, hech qanaqa Wi-Fi liniya, hamma yoqdan problemasi yo'q. Mana shu joyimizni deyishyapti egalar. Aka-ukalar, bu joyimizga past tarafini ham bir qator ko'rsatib o'taydi. Bu chekimizda past tarafida ham 3 sotik joyi bor ekan. 3 sotik joyi faqat arenda joyligi uchun, ana shuning uchun men 10 sotik deb aytayapman. O'zi aslida 13 sotik, 13 sotik. Faktiki 13 sotik, dokumentida 10 sotik, ana shuning uchun sizlarga 10 sotik deb aytayapman. Chunki mana bu ariqda pastida ham 3 sotik joylar bor. Mana shu joyda ham bemalol hali qo'yxona va ana shunga o'xshagan narsalarni qilib olsanglar bo'ladigan joyda. Xo'p, aka-ukalar, bu chekimizni adresiga keladigan bo'lsak, adresimiz oktyabr oyida Navbahorda bilamiz-da. Manas maktabiga yetmasdan Aravonda sentridan oktyabr oyiga chiqib kelayotganimizda Manas maktabiga yetmasdan chap qo'lga kirgan pavorotimiz bor, bilsanglar. Ana shu pavorotdan kelsak ham bo'ladi bu chekimizga, yoki bo'lmasa mana bu Oqmachit bilan chiqib kelgan yo'limiz bor. Lishipan yonidan Oqmozorga yetamiz. Oqmozor yonidan kirib kelgan yo'limizni ham kelsak bo'ladi. Bog'cha maktabga, ikkala tarafdagi bog'cha maktablarga ham peshyon bemalol bola chaqangiz borib kelsa bo'ladigan joyda ekan. Mana bu chekimiz bozorga ham teng bo'ladi. Har tarafdan bemalol piyoda tushib chiqsangiz bo'ladigan joyda. Ayniqsa tinchligini ayting. Bu yerda tinch, ayniqsa bu yerda Aravon polni ko'rinib turar ekan. Aravon polni ko'rinib turadi. 5 cho'qqini hammamiz bilamiz, 5 cho'qqilar ko'rinib turadigan joyda ekan. Xo'p, aka-ukalar, bu chekimizni bahosiga keladigan bo'lsak, bahosini 11 million so'm kami bor qo'yyapmiz. Egalarining nomerlarini opisaniyada qoldiryapman. Egalariga telefon qilib, bemalol kam ko'zlarini so'rab gaplashib olsangiz bo'ladi, yoki bo'lmasa o'zingizlar kelib bir qator ko'rib, yo'llarini hamma yo'g'ini ko'rib turib olsanglar ham bo'ladigan. To'g'riga meni o'zimga yoqdi. Sababi 4 burchakligini qaranglar-da, 4 burchak katta, bemalol bir tarafidan yo'l chiqarib turib, boyaga aytganimdek 3 ga bo'lib bersangiz ham 3 ta bolangiz yonma-yon katesh qurib, maza qilib yashaydigan joyda ekan. Mana bu videoda so'zsiz uy kerak, chek kerak deb yurgan aka-ukalarimizni jo'natib qo'yish ham esinglardan chiqmasin. Reklama xizmatlari kerak bo'lsa, meni nomerim 0556 bilan 20 20 48 nomeriga telefon qilamiz. Mana bu chek kerak bo'lsa, ekranda egalar nomerlarini qoldiryapman. Egalariga telefon qilib, bemalol ko'rib olsangiz ham bo'ladi. Aka-ukalar, podpiskani bosganmizmi? Podpiskani ham bosib qo'yaveringlar, jalkamas. Rahmat.